Yo'l tanlamas gibrid elektromobil Dipal G318. Ushbu elektromobilni biz ko'rinmaydigan signallarni 5 ta nuqtada tekshirib chiqamiz. Birinchi nuqta haydovchi o'rindig'i 4.5 mGz. Ko'rsatkich 14-15 qariyb 16 mGz gacha ko'tarildi. Nuqtamiz markaziy konsol 5.1 mGz. To'rtinchi nuqtamiz monitor 5.6 mGz, 5.7. Beshinchi nuqtamiz haydovchi yon o'rindig'i 5.7 mGz. Va nihoyat orqa o'rindiqni ko'rib chiqamiz. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 5.2 mGz. Eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida qariyb 17 mGz gacha ko'tarildi. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Bunday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Biz sizning ham elektromobilingizni real testdan o'tkazib beramiz. Videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.